Bu avtomat korobkamiz ham ayanchli holat kelib qolgan. Bunda bir nechta ayb bor. Men sizga ko'rsatib bera oladiganim, ya'ni doimgiday, mana ko'ryapsizlar, futulka. Futulka muammosi mana ko'ryapsiz. Luft bo'lib juda ham laqillab ketgan. Ko'ryapsizmi? Juda ham katta luft bo'lib qolgan. Bu nimadan kelib chiqadi? Asosiy moyi kech almashishidan, ya'ni shrez qolmasdan, futulka temir g'ajishdan shunaqa holat kelib qoladi. Bunaqa holatlarda korobka siltash, diqirlash, shunaqa har xil muammolar tug'iladi. Bundan tushgan strushkalar, musorlari filtrga boradi va maslin nasos tiqilishiga, korobkada muammo kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun doimo avtomat korobkaning moyini uzoq ketsa har 40 mingda almashtirishingizni tavsiya beramiz va sifatli yaxshi moy quying. Shunaqa muammolarga yana qayta duch kelmasligingiz uchun 2-3 marotaba moy zamina qilganda siz buni albatta korobkani ochtirib, filtrlarni almashtirib, ishlarini chiska qilib, nimadir kamchilik shunaqa futulkalar bo'lsa, qaratib olishingizni tavsiya qilamiz. Albatta, anaqa plastmassalar ham charchagan bo'lsa, almashtirib olasiz. Buniki ham charchab qolgan. Bu narsa tiqiladigan bo'lsa, albatta promoy filtrdan maslin nasoslar tiqilishga sabab bo'ladi. Avtomat korobka xizmatlari bo'yicha, motor haydov xizmatlari bo'yicha Motorzonga tashrif buyurasiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, avtomat korobka minadigan yaqinlarni barchasiga yuborib qo'ying. Bizdan uzoqlashmang.